Har yilgi an'anaga ko'ra Forbes jurnali dunyoning eng boy kishilari, ya'ni milliarderlar ro'yxatini e'lon qiladi. Biz shu ro'yxatga asoslanib, bugun sizlarga ro'yxatning eng yuqori pog'onalarida joylashgan dunyodagi eng badavlat odamlar haqida qisqagina ma'lumot beramiz. Demak, siz bilan UzFakt, qani bo'lmasam boshladik. Microsoft kompaniyasining asoschisi Bill Gates Forbes talqini bo'yicha har yili o'tkaziladigan dunyoning eng boy insonlari ro'yxatining birinchi o'rinida qoldi. Uning bisoti 75 milliardni tashkil etadi. O'tgan yilgiga nisbatan 4,2 milliardga kambag'allashganiga qaramay, u ro'yxatdagi o'z o'rnini yo'qotmadi. Bill Gates birinchi raqamni 3 yil davomida saqlab qoldi va keyingi 22 yil davomida 17 marta ro'yxatning birinchi o'rnini egalladi. Hammamiz Bill Gatesni Microsoft kompaniyasidan yaxshi tanisak kerak. Uning mahsulotini dunyo bo'yicha 89% kompyuterlarda ko'rishimiz mumkin. Zara savdo belgisining egasi Amancio Ortega birinchi marta ro'yxatning ikkinchi o'rniga ko'tarildi. U Ispaniyaning eng badavlat odami hisoblanadi va hozirda uning kapitali 67 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bu kishi Modellier Industrio Destino Textil Saseda Anonima kompaniyasining asoschisi va prezidenti bo'ladi. Bu kompaniya Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho brendlarini o'z ichiga oladi. Hozirda uning 77 ta davlatda 5000 ga yaqin do'konlari mavjud. Berkshire Hathaway direktorlar kengashi boshlig'i, investitsiyalar bo'yicha daho Warren Buffett 68 milliard boyligi bilan 3-o'rinni saqlab qoldi. Bu kishi fond birjasida uzoq muddatli investitsiyalar orqali boylik orttirgan. Oddiyroq qilib aytganda, u qaysidir kelajagi bor kompaniyaning aksiyalarini sotib olib, bir necha yil o'tgandan keyin ularni sotadi. America Mobil telekommunikatsion holding boshlig'i Carlos Slimning boyligi banklar va tog' qazilmalari chiqaruvchi kompaniyalarning aksiyalari narxini keskin tushib ketishi oqibatida u 27 milliard yo'qotdi va ro'yxatning 4-pog'onasini egalladi. Hozirda u 50 milliard AQSh dollariga ega. Yilning boshida ancha qiyinchiliklarni boshidan kechirgan Amazon boshlig'i Jeff Bezosning boyligi 45 milliard va u ro'yxatning 5-o'rnini egallagan. Menimcha hamma onlayn bozori Amazon haqida eshitgan bo'lsa kerak. Amerikaning bu boy kompaniyasi dunyodagi eng katta internet orqali mahsulotlar va xizmatlar savdosi bilan shug'ullanadi. Mark Zuckerberg va u asos solgan Facebook ijtimoiy tarmog'ining boyligi fantastik tezlikda oshib bormoqda. 31 yoshli milliarder 16-o'rindan 6-o'ringa ko'tarildi va o'z boyligini 11,2 milliardga oshirdi. Hozirda uning boyligi 44,6 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqida to'xtalib o'tmaymiz, chunki Facebookni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Lawrence Joseph amerikalik tadbirkor, Oracle kompaniyasining sobiq bosh direktori Forbes ro'yxatidan 7-o'rinni egalladi. Uning kapitali 43,6 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Oracle korporatsiyasi yirik tashkilotlar uchun dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqarishda va server jihozlarini yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Bu yili AQSh prezidentligiga da'vogarlardan biri bo'lgan Michael Bloomberg 40 milliard davlati bilan 8-o'rinda. U Bloomberg axborot agentligi asoschisi va egasi hisoblanadi. Hozirgi kunda Bloomberg dunyoning moliyaviy yangiliklarini yetkazib beruvchi yetakchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, hozirda AQSh milliarderlarining soni 540, Xitoyda esa 251, Germaniyada 120 ta, Rossiyada 77 ta, Buyuk Britaniyada 50 ta badavlat insonlari mavjud. Umumiy Forbes ro'yxatiga 1810 ta dunyoning eng boy insonlari kiritilgan. Ularning barcha davlatini qo'shib hisoblaganda, umumiy summasi 648 trillionni tashkil etar ekan. Qani edi meni ham shuncha pulim bo'lsa edi. Orzuga ayb yo'q, to'g'rimi? Xo'sh, mana shu xom xayolda biz video roligimizni tugatamiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Qandaydir fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Hamda UzFakt kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoda uchrashguncha, xayr.
Industria Decino, Textil Sociedad Anonima. Industria Decino, Textil